Operatsiyadan oldingi holati. Aka, nima bo'lgandi o'zi? Mashina urib ketib, Necha yosh edingiz? где-то bir 7 yosh edim. 7 yoshlik edi. Oyog'im qiyshiq bo'lib o'sib nima bo'lib qolgandi. Mhm. Shu munosabati bilan hamma shu malakali mutaxassislar deb sizlarga tavsiya qilishuvdi. Havas qilib keldim mana. Mhm. Xudoga shukr, mana qo'llari yengil doktorlar ekan. Operatsiya qilishdi. 4 kun 5 kunda mana chiroyli bo'lib, mana to'g'ri bo'ldi. Men o'zimga ham yoqdi. Hamshiralar ham, vrachlar ham, hammasini muomalasi yo'q, hamma yo'q. O'ta yaxshi ekan. Xursandman. Qo'llari yengil bo'lib, ishlariga, kasb-koriga Alloh baraka bersin. Doim sog' salomat yurishsin. Bemorimiz bizga shikoyat qilib kelgan, oyog'ini, chap oyog'ini tashqariga og'ib ketishiga. Bemorni rentgen qilib ko'rganimizda katta boldir suyagi yuqori uchlik qismidan sinib noto'g'ri bitganligi va varus egriligini ko'rganmiz. Bu bemorimizda o'sha yuqori uchlik qismidan korreksiyalovchi osteotomiya operatsiya muolajasini o'tkazganmiz. Hozirda mana natijasi.